Bu yerdagi fermer xo'jaligimizda 50 ta Golsteyn parodali sigirlarimiz joylashgan. Bularni qanaqa oziqa yeyishi, qanaqa ratsion bilan boqilishi sizga qiziqmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Bir kunda 3 mahal oziqa tarqatiladi. Oziqa stolimizda hozir 2-mahal oziqasi berilgan va sigirlar ishtaha bilan yeyishyapti. Ratsionimiz tarkibida 14 xil mahsulot bor. Mana shu mikserga silos, somon, bedani ustiga mana shunaqangi maxsus konsentratlarimizni qo'shamiz. Hozir buni tarkibida semichka sorti, soya shorti, raps, arpa, bug'doy, makka uni, tuz va suv premikslardan esa Mustang premiksidan foydalanilyapti. Bu sigirlarning sut miqdorini va yog'lilik darajasini ko'tarib beradi. Mana shu ratsion orqali ular oziqlanib, bir kunda o'rtacha 24 litrdan sut beriladi. Videoga like bosib, bizni kuzatishda davom eting. O'zbekistondagi shunaqangi fermer xo'jaliklari bilan tanishtirib boramiz.